Assalomu alaykum qadrdonlar. Ishni ham boshlab oldik. Dominant krasniy, dominant suv seksti xo'rozlari bor akalar. Qonini yangilayman deganlarga primoy liniya bor. Isdan chiqmasin. Mana xo'rozchalari qichqirib qolgan. Zo'r holatda. Qizarib turibdi, qip-qizil bo'lib, tojilar tikka bo'lib. Bularimiz bugun Toshkentga yaqin qadrdonimizga chiqib ketadi. Joylari bitta, mashina ham topildi. Pitakdan chiqarib olamiz. 5 dona qizil aytishdi, bu yerda 3 ta qoldi. Endi uzurimni so'rab qo'yaman. Hamma kelganlar, tanishlar keladi. Oqidan qizilidan qilib hech hammani rayiga qarash kerak, iloji yo'q. Akamga 3 dona qoldi. Aka, videomni ko'rib tursigan bo'lsangiz, xafa bo'lmaysiz. 5 ta aytdingiz oqidan 3 dona qoldi. Imkon bo'lsa birorta qizilidan 10niga qo'shib beraman aka. Hop, bu yerda oqlari polni zakas Buxoroga ketadi. Hop, qizillarimiz akalar uncha bor sotuvda. Uncha emas, bemalol svobodni bor. Bu yerda hammasi makyon qizillar ko'rib turganligini. Qizillarni ko'rib turganligini hammasi makyon. Hop. 65 kunlikda xo'rozlari 900 gram bo'ldi qizillarni. Oqtir tortganim yo'qdi. Uyga 3 ta eksperimentga olib borib qo'ydim. Xo'rozlaridan 65 kunda 900-950 gram bo'ldi. 3 kun 4 kun bo'ldi tortganimga, balki 1 kiloga yaqinlashib qolgandir. 3 dona eksperimentga qo'yib qo'yganman uyga. 3,5 kilogacha bo'ladi deyilganda buni xo'rozini. Bular sotuvimizda bor. Telefon nomerlarimiz 90lik 293 89 49. Bu video YouTube'ga tushadi. Iloji bo'lsa o'sha yozishadigan SMS yozishadigan joyiga Telegram kanalimizni silkasini tashlab qo'yapman. Qo'shilib olinglar. Parandalarga, kasalliklarga qarshi ma'lumot berib turamiz. Bemalol o'sha videoni ko'rib turganda esdan chiqmasin, like-ni bosib qo'ysalaring. Hamma ko'rar ekanda, xullas. Ko'rar ekan. Hammaga yetib boradi ma'lumotlar. Shunaqa. Endi men stopni bosib, narigi tovuqxonamga borib olay desam, shunaqalarni eplolmayapman. Aqda Loman Sandy bilan dominantni suseksini oq kelgan juda zo'r holatda men o'zim yashab turgan uyimda o'zim qarayman aytdi. Videolarini o'sha Telegramga nimaga YouTube'ga podpiska bo'lgan bo'lsa, videolarimizni ko'rsa ko'rib turibdi. Yangi qo'shilganlar, qo'shiladiganlar yo qo'shilganlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha podpiska bo'lsalaring, videolarni ko'rib borsalaring, ancha qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Tuxum va go'sht yo'nalishida bular. Tuxum va go'sht yo'nalishida 280 tadan 300 tagacha tuxum tug'adi, yillik tuxum protsenti. Rasa liniyasi toza. Liniyasi rasa toza. Yem berish jarayoni. Qiz oq tugagan akalar. Katta xo'rozlari ham bor, qichqirib qolgan. Katta xo'rozlari ham bor, qichqirib qolgan. Loman Sandy imini tuxum yo'nalishidagi jo'jalarga ham zakaz olamiz, esdan chiqmasin. Manzilimiz vodiyda. Telefonimiz 90lik 293 89 49. Hop, mana videoni bir-biriga ulashdi ham qurib oldik. Endi narigi tovuqxonam bilan bu tovuqxonani birgalikda shu jarayonini bitta videoda ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Sal o'zimga ilm olib keldim bugun. Hop, bugun bitta video qildim. Endi buni narigi tovuq bu kelgan tovuq uyimdagi tovuqxonaga mana qo'shib yuboraman, xudo xolasa videoni. Hop, yetib keldik. Mana постоянный xlor sepib turilibdi oyoq tagiga. Bu yerda tuxum yo'nalishidagi Loman Sandy jo'jalarimiz akalar. 3,5 mingta bor. Bundan jinday sotdik. O'sha zakaz qilganlar, zakazdan keyin o'zimizga yana повторный zakaz qilganlar kichkina
ob'yomda oladiganlar olib ketdi. Bu yerda 3,5 mingta qoldi. Bu asli Loman sendilarni biz 100 kunlik qilib vaksinatsiyalar qilib keyin sotuvga chiqarardik. Sezonligini hisobiga 100 ta 200 taliklar iltimos qilishodi, berdik. Asli bu vaqtda jo'ja berilmaydi. Hali bir marta ham vaksinasi bo'lgani yo'q. Fabrikani o'zida 3 ta vaksinasi bo'lib o'tgan. Marek, Lasota Brahid. Marekni fabrika qiladi. Mana jo'jalarimiz o'ziga kelib qoldi ancha. Jo'jalar zo'r. 7 ta yo 8 ta pateriya bo'ldi. Mana bu bugungisi. Bu bugungisi. Ba'zi o'shanday dominant Sussexlarimiz akalar mana top bo'lib katta bo'lyapti. Bashi klass. Mana jo'jalar. E'tibor beringlar, acha qanday katta bo'lyapti. Maza qilishyapti. Akalar bunga zakaz olishni boshlab o'rganmiz. Hozir 500 tasiga zakaz tushib bo'lgan. Bittalari Toshkentlik, bittalari Qo'qonlik. Bular polni o'sha dominant Sussex Adlerga 100 ga 100, tuxumchanligi baland, liniyasi tozaroq. Kilosi ham baland bo'ladi. 280 tadan 300 tagacha tuxum tug'adi. Har safar gapirib o'tyapmiz. Buni xo'rozlari u tomonda. Mana sendilarimiz akalar. Mana sendilarimiz. Bunda tuxum yo'nalishni o'zi bu. Tuxum yo'nalishni o'zi. Bu tomon tuxum va go'sht yo'nalish. Tuxum va go'sht yo'nalish. Xo'rozchalari. Ko'p emas, 500 ta olib keltirganman. Mana xo'rozchalar. (15 aprel kelgan, 15 aprel. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.